İkinci asas, İslam dinini deliller bilen tonuş, ahir kısmı. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın İslam'daki üç asaska hürmetke sazaver Şeyh Abdurrahman bin Nasir el-Berrak rahimahullah şerhisidin ikinci asas İslam dinini deliller bilen tonuşның devamını okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. İkinci asas İslam dinini deliller bilen tonuş ahir kısmı. Şeyh rahimahullah şundaq degen. Onun yani imanның rukun yani türükleri altıdır. Ula Allah'a, Allah'ның periştileriga, kitaplarıga, elçileriga, ahiret günüge ve takdirinin yaxşısı yamanaga iman keltirişinizdir. Bu Şeyh Rahimullah'ın aldığımızda zikir kılıdığan Cibril aleyhisselam'ın hadisinin bir kısmıdır. Bu yerdeki maksat bu 6 erkanga itiqat qilish ve umumi şekilde iman keltirish her bir mükellefke farz aynidir. Onu tefsili bilip iman keltirish farz kifoyadir. Lekin bu haqda tefsili ma'lumotga ega bo'lgan kishining uningga aynan iman keltirishi vojib bo'ladi. Birinci erkan Allah'a iman keltirish bo'lib, bu shularni o'z ichiga oladi. Izohat. Allah'a iman keltirish bu temada texmi tafsiliy ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun İslam Da'vat Merkezi tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilinib tarqitilgan Şeyh Muhammed el-Cibali'nin qo'laylashtirilgan iman tushunchasi yurishlik o'qishligining birinci kısmıga, yani Allah'ını bilish degan kitobiga murojaat qiling inşallah. İzahat tugidi. Allah'a iman keltirish tövendikilarni o'z ichiga oladi. Allah'ның mavjudligiga iman keltirish. Allah'ның Rabligiga iman keltirish. Allah'ның ilahligiga iman keltirish. Allah'ның isim sifatlariga iman keltirish. İkinci rukun farishtalarga iman keltirish. Izohat. Bu haqda texmo tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun İslam Da'vat Merkezi tarafidan Uyg'urchaga tarjim qilib tarqitilgan Şeyh Muhammed el-Cibali'ning qo'laylashtirilgan iman tushunchasi yurishlik o'qishligining ikinci qismiga, ya'ni farishtalarni bilish degan kitobiga murojaat qiling inshaalloh. Izohat tugidi. İkinci asas farishtalarga iman keltirish bo'lib, bu Allah'ның elçisining ve Allah'ның farishtalarining ismlari, sifatları ve hizmet vazifeleri haqidagi xabarlarga iman keltirishni o'z ichiga oladi. Bu haqdagi bayonlar Qur'onda ko'pdir. Masalan, Allah subhanahu va taolaning tuvendiki oyatida bayon qilinganidek, ular ya'ni farishtalarning orasida kütükçi farishtalar bordir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve inne aleykum lehafizin kiramen katibin. Tercümesi: Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turuvchi farishtalar bor. Ular Allah'ның dergahida hürmetlik kütükçilerdir. Sure İnfitar 10-11. ayetler. Ularning arasida yana bendilerning oldi keynida muhafizat qiladigan növetçi farishtalar bor bo'lib, Allah subhanahu va taala bu haqda shundaq degan. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
Tercümesi, her bir adamning oldi keynide Allah'ning emri boyunca onu qoğdaydigan növetçi periştiler ba. Sure Ra'd 11. ayet. Ularning arasida yana mahluqotning jonlarini elishga mas'ul periştiler ba bo'lib, Allah subhanahu va taala bu vaqtda shundoq degan. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Tercümesi, biringlarga ölüm kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabza ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. Sura An'am 61. ayet. Ularning arasida yana Jibril alayhissalomdek payg'ambarlarga vahiy yetkazishga muakkal farishtalarmi bor bo'lib, Allah subhanahu va taala bu haqda shundoq degan. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Tercümesi, agahlandırgıçılardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Sura Shuara 193-194 ayetler. 3. rukun. Kitoblarga iymon keltirish. Izohat. Bu vaqtda texnik tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun Islom da'vat markazi tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilinib taqdirlangan Shayx Muhammad al-Jibalining qulaylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishligining 3-qismiga, ya'ni kitoblarni bilish degan kitobga murojaat qiling inshaalloh. Kitoblarga iymon keltirish Allah nazil qilgan barliq kitobga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Shubhisizki biz Allah subhanahu va taala nazil qilgan kitoblardan Tavrat, Injil, Zabur, Qur'onni bilamiz. Qur'on ularning eng afzalidir. Ularni tasdiqlovchi va ularning ustidan hukm qiluvchidir. 4. rukun payg'ambarlarga iymon keltirish. Izohat. Bu haqda texnik tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun Islom da'vat markazi tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilinib tarqitilgan Shayx Muhammad al-Jibalining qulaylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishligining 4-qismiga, ya'ni payg'ambarlarni bilish degan kitobga murojaat qiling inshaalloh. Payg'ambarlarga iymon keltirish bu ikki turlik bo'lib, biri Allah'ның bizga bayon qilgan va bayon qilmagan payg'ambarlarning hammasiga umuman iymon keltirishdir. Allah subhanahu va taala shundoq degan. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Tercümesi, biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning arasida ilgari ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Allah Musaga bevosita so'z qildi. Sura Nisa 164. ayet. Allah'ning insonlarni yakki yegana shirki yo'q bo'lgan Allah subhanahu va taolaga ibodat qilishga buyurishi va ularni Allah subhanahu va taolaga shirk keltirishdan to'sishi uchun payg'ambarlarni avatganligiga iymon keltiramiz. Yana biri Allah subhanahu va taolo bizga bayon qilgan payg'ambarlarning xabarlariga konkret iymon keltirishdir. 5. rukun. Oxirat kuniga iymon keltirish. Izohat. Bu haqda texnik tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun Islom da'vat markazi tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilinib tarqitilgan Shayx Muhammad al-Jibalining qulaylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishligining 5-qismiga, ya'ni oxiratni bilish degan kitobiga murojaat qiling inshaalloh. Izohat tugidi. Oxirat kuniga iymon keltirish o'lgandan keyin yuz beradigan qabrdagi azob va ne'mat
Kabirlerden kopurilgandan keyinki terildiriliş, toplanış, Allah'ın huzurida turg'uzilish, tarozi mizan ve shularning eng axirgisi bo'lgan jannat ve devzah qatorliqlarga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. 6. erkan. Taqdirga iymon keltirish. Izohat. Bu haqda texmu tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun İslam Da'vat Merkezi tarafidan Uyg'urchaga tarjima qilinib tarqitilgan Shayx Muhammad al-Jibalining qo'laylashtirilgan iymon tushunchasi yurishlik o'qishliqining 6. qismiga, ya'ni Taqdirga iymon keltirish degan kitobiga murojaat qiling inshaalloh. Izohat tugadi. Taqdirga iymon keltirish u Allah subhanahu ve Taala'nın mahlukatlarının takdirini oldin bekitganligiga ve yüz beradigan barliq ishlarni oldin yozganligiga iymon keltirishdir. Taqdirga iymon keltirishning 4 martabasi bor. Birinchi, Allah subhanahu ve Taala'nın öz ilmi bilan barliq narsalarni, cümleden bendilerinin günah ve taatdiki qilmishlarini oldin biladiganligiga iymon keltirish. İkinci, Allah subhanahu ve Taala'nın taqdirini oldin yozganligiga iymon keltirish. Üçüncü, barliq ishlarning tamamen Allah subhanahu ve Taala'nın irodasi bo'yicha bo'ladiganligiga, hech bir narsaning Allah subhanahu ve Taala'nın iradesinden halqib ketolmaydiganligiga ve her qandaq ishning Allah xolisa vujudga chiqadiganligiga, Allah xolamasa vujudga chiqmaydiganligiga iymon keltirishdir. 4. Allah subhanahu ve Taala'nın barliq narsani yaratquchisi ekanligiga iymon keltirishdir. İnsan bu martabalarga iymon keltirmagicha taqdirga iymon keltirgan bo'lmaydi. Bu 6 rukunning dalili Allah subhanahu ve Taala'nın bunu sözüdür. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Tercümesi: Sizlarning kun chiqqan ve kun patgan tarafga yuz keltirganinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki yaxshilik Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Allah nazil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirishdir. Sura Baqara 177-oyat. Taqdirning dalili Allah subhanahu ve Taala'nın bunu sözüdür. İnna kulla şeyin halaqnahu biqadar. Tercümesi: Biz hakikaten hamma narsani qadar bilan yaratdik. Sura Qamar 49-oyat. Şeyh rahimahullah shundoq degan: Dinning martabalaridan 3. martaba ihson bo'lib, uning rukni birdir. Dinning martabalarining eng yuqorisi ihson bo'lib, u iymon ve İslamni o'z ichiga oladi. Shu sababdan ulamolar mu'minning hammasi musulmondir, ammo hamma musulmon mu'min emas. Hamma muhsin mu'mindir, ammo hamma mu'min muhsin emas deydi. Şeyh rahimahullah ihsonni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Cibril hadisideki sözleri boyunca şerhilegan. Allah subhanahu ve Teala özünün bendilerini buyurgan ve kitabıda onun ehlini, yani muhsinlarını maqtagan ihsan 2 türlüktür. Kişilerge ihsan qilish
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Tercümesi: Allah'a ibadet kılınla. Onunla hiç nersini şirik keltirmenla. Ata-ananlarga, hiç akrabalarınlarga, yetimlerge, miskinlerge, yakın koşnaga, yirak koşnaga, yandaki hemrahga, yani seperdaşga, savakdaşga, musafirga, kul astınlardaki kul çörelerge ihsan, yani yaxşılık kılınlar. Şübhisiz ki Allah mutekebbir maqtançaqni yaqtırmaydı. Sure Nisa 36. ayet. Emellerdeki ihsan. Mezkur risalede ihsanның muşu mənisi göz tutulgan. Emellerdeki ihsan degenimiz onu kamil halette puxta orundaştır. Allah subhanahu ve teala şundaq degen: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Tercümesi: Muhsin boğan halda özünü Allah'a tapşırgan, yani Allah'ın emrige boysunup emelini Allah üçünlü kıygan, batıl dinladın buralgan halda İbrahim'nin diniga ergeçken kişidin dini cehette yaxşırak adem bamu? Sure Nisa 125. ayet. Şeyh Rahimullah şundaq degen: U, yani ihsan, Allah'a xuddi sen onu körüp turgandek ibadet kılışındır. Mənisi, Allah'a ibadet kıyganda onunla xuddi sen onu körüp tuğunundek yüzlünüşündür. Bendile dünyada Rabbini körelmeydi. Fakat ayetle ve hadislerde gösterilgenidek kıyamet günü köreleydi. Ama sadık mümin Rabbiga kılgan ibadetini ihsan bilen ada kılıdı. O Allah subhanahu ve teala'ga xuddi onu körüp tuğandek, onun azabıdan korkan, rahmetini ümit kıygan, Rabbiga baş ekken, özünü töven tutkan halda ibadet kılıdı. Kimi ki bu halette bolsa, uzunga kalmay ibadette Allah'a yüzleniş ve rastçılıkның yuqur pellesiga yetidi. Şeyh Rahimullah şundaq degen: Sen onu körelmesanmı, o seni körüp turdu. Bende öz Rabbini körelmeydi. Lekin Allah bendini körüp turdu. Müslüman Allah subhanahu ve teala'nın onun barlık ahvallarından haberdar ekenligini ve onu küz tutturduğanlıqını estin çıkarmaslık gerek. Onun yine kulluk, yani bendiçilikni amelileştirişi Allah subhanahu ve teala'ga toluk yüzlenişi zörür boludu. Şeyh Rahimullah şundaq degen: Bunun delili Allah subhanahu ve teala'nın bunu sözüdür. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Tercümesi: Allah hakikaten takvadarlık kılgıcılar ve yaxşı iş kılgıcılar bilen billidir. Sure Nahl 128. ayet. Rabbiga takvadarlık kılgan ve takvası da ihsan kılganlar, bu Allah subhanahu ve teala takvadarları xas kıygan billi boluştur.
Allah subhanahu ve teala Kur'an'da özünün peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini bayon qilgan. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Tercümesi, g'am qilmag'in, Allah haqiqatan biz bilan billa degan oyat mushu ma'nidadir. Sura Tavba 40-oyat. Allah subhanahu ve teala'nın Musa ve Harun alayhissalamlarga degan قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. tercümesi, men haqiqatan sizlar bilan billa uning sizlarga bergan javobini anglab turman. Uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turman. Sura Toha 46-oyatidagi degan so'zi ham mushu ma'nidadir. Bu oyatlardagi billa bo'lish, kuchlantirish, qo'g'dash va yordam berish ma'nosidadir. Allah subhanahu va taala shundaq degan. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Tercümesi, mutlaq g'olib, eng mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Namoz o'tigichilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. Shubhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Sura Shuara 217-oyatdan 220-oyatgacha. Ma'nosi, Allah subhanahu va taolaga qalbing bilan yo'langin. Seni ibodatga to'g'iningda, sajdalar va ularning orasidagi ibodatlarni qilganingda ko'rib turadigan zotga barliq ishlaringni topshirgin. Sen Allohga tavakkul qilsang, shubhisizki Allah sana kifoyadir. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Tercümesi, kimiki Allah'a tevekkül qilsa, Allah onunğa kifoya qiladi. Sura Talaq 3-oyat. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sen onu körelmisanmi, o seni körüp turdu degan so'zining oshkora dalolatidir. Allah subhanahu wa ta'ala yana shundaq degan. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tercümesi, sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Sura Yunus 61-oyat. Allah subhanahu va taala ve ma takunu fi sha'n. Tercümesi, sen qaysi holatda bo'lmag'in degan so'zidan keyinla Qur'on tilovatini maxsus zikr qilgan. Chunki Qur'onni tilovat qilish payg'ambar alayhissalatu vassalamning ishlarining eng kattasi edi. İlla kunna alaykum shuhuda. Tercümesi, biz sizlarni kuzatib turamiz. Allah barcha ishga shahiddir. Ma'nosi, biz sizlar amalni boshlagan va davomlashtirganinglarda sizlarni kuzatib turamiz. Sizlar amallaringlarda Allohdan qo'rqinglar va uni ixlos bilan tirishib ado qilinglar. Allah yomon ko'radigan narsalardan yiroq turinglar. Shubhisizki Allah sizlardan xabardordir.
sizlarning oshkora va yoshirin ishlaringlarni bilib turg'uchidir. Bu oyatlarning hammasi ihsonni vujudga chiqarish kerakligiga dalildir. Shubhisizki Allah subhanahu va taala bandalarining barliq ishlarini, barliq ahvolini ko'rib turdi. U har vaqt bandalarning so'zlarini anglab turdi. Ularning o'rnini ko'rib turdi. Ularning oshkora va yoshirin ishlarini bilib turdi. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Tercümesi, Rabbim ularning dillarida yoshirin tutqanlarini va ig'izlarida deganlarini bilib turdi. Sura Qasas 69-oyat. Agar banda bu, ya'ni ihsonni hozirlasa, bu uning Rabbiga yuzlanishi, ibodatda rostchil bo'lishi va u ibodatni komil ado qilishining sabablaridan bo'lib qoladi. Ammo buningdan g'aflat qilish insonning ibodatda sustlik qilishiga sabab bo'ladi. Mu'min Allah subhanahu va taolaning o'zini ko'radiganligiga iymon keltirdi. Lekin iymon bilan bu ihsonning, ya'ni iymon darajasidagi bilish, tonish bilan ihson darajasidagi har vaqt aslab turishning farqi bor. Kishilarning ko'pinchisi ihson darajasida emas. Bu, ya'ni ihson üstün maqom bo'lib, u mu'minlarning takomillashishidir. İslam dinining İslam, iman va ihsondan iborat 3 martabasi borligi yuqoridami bayon qilingan edi. Shayx rahimahulloh bu uchining rukunlarini, ma'nilarini va Qur'ondagi dalillarini bayon qilgandan keyin shunday degan. Buning sunnatdan dalili Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mashhur Jibril hadisidir. Bu hadis yuqorida qayd qilinganlarning hammasiga dalildir. Jibril hadisi deyilganda umuman mushu hadis ko'z tutiladi. Bu hadisni Imom Muslim rahimahulloh Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Imom Buxoriy rahimahulloh ham Abu Hurayra radhiyallohu anhudan azroq farqli lavzda rivoyat qilgan. Muslim 8-numurliq, Buxoriy 50-numurliq hadis. Bir kuni biz payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishida o'ltiratdik. Tuyuqsiz qishimizga kiyimlari op-oq, chochlari qop-qora bir kishi chiqib keldi. Uning turqidan safar qilganlik alomati ko'rinmaydi. Hech qaysimiz uni tonimadik. Biz tonimaydigan xushchiroy, taq-turq kelishgan bir kishi oldimizda paydo bo'ldi. U ikki tizini payg'ambar alayhissalatu vassalamning ikki tiziga tekkizib, ikki olqinini ikki yo'tsiga qo'ydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalatu vassalamga intayin yaqin o'ltirdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bevosita ismi bilan xitob qildi. Bu uning xitob qilish adablarini bilmaydigan nodon kishi ekanligini bildirish uchun edi. Chunki Arabiylarning odatida ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelsa, "Ey Muhammad" deb xitob qiladi. Ammo islomiy, ya'ni diniy ahvoli yaxshi bo'lgan sahobalar payg'ambar alayhissalatu vassalamga "Ey Muhammad" demasdan, Allah subhanahu va taala Qur'onda "Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy" deb xitob qilgandek, "Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, ya Nabiyulloh, ey Allohning payg'ambari" deb xitob qiladi. Bu Rasululloh alayhissalatu vassalamga qilinadigan xitoblarning eng sharafligidir.
Mana İslamdan haber bergin. Yani İslam degen nimo? Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi dep guvahlık berişin. Perz namazlarını toluk ada kılışın. Zakat berişin. Ramazan rozusunu tutuşun. Kadir bolalısan hac kılışındır dedi. O kişi rast ettin dedi. Adette sual soruğucu cevapka erişkende rast ettin demey, Allah seni yaxşılık bilen mükafatlıgay, Allah sana yaxşılık atakigay degenge okşaş sözlerini kılıdı. Onun rast ettin degen sözü aslidinla bu cevaptan haberdar işkenlikiga delil bulup, bu hayran kalarlık iştir. Andın o kişi yana, bana imandan haber bergin dedi. Bu ikinci sualdır. İman degen nimo? Peygamber aleyhissalatu vesselam, iman Allah'a ve Allah'ın periştillerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, kıyametke, yaxşılık ve yamanlıkның Allah'ın takdiri bilen boluduğanlıqıga işinişindir dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam imanni muşu 6 rukun bilen tabirligen. İlgiri bayan kıyğınımızdek bu etiqatның asaslarıdır. Etiqat meselelerinin hemmesi de bu asaslarga müraciat kılındı. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullah Aqidatul Vasitiyye degen kitabıda kayıt kılgınıdek Kıyamet kiçi nicat tapıdığan, yardım kılındığan firqının, yani Əhl-i Sünnet vel Cemaat'nın etiqadi Allah'a, Allah'ın periştillerine, kitaplarına, elçilerine iman keltiriştir. El-Aqidatul Vasitiyye 21. bab. O kişi rast ettin dedi. Xuddi avvalqiga o'xshashla inkas qaytirdi. Andın bana ihsandan xabar bergin dedi. İhsan degen nimo? Peygamber aleyhissalatu vesselam ihsan degenimiz Allah'a xuddi onu körüp turvatqandek halatda ibadet qilishdir. Gerçi sen Allah'ını körelmisan mı? Allah seni hemiş körüp durdu dedi. Bu yerde köz tutulğını emelde ihsan kılış, yani emelni vayiğı yetkizip kamil ihlas bilen orundaştır. O kişi bana kıyametin haber bergin dedi. Kıyamet kaçan boludu? Peygamber aleyhissalatu vesselam bu haqda so'rag'uchidan olim emas dedi. Yani bu hususta mening ve senin ilmimiz baraberdir. Eğer sen onu bilmisan, men mu sana o'xshashli bilmayman. O kişi undaqda bana kıyametning alametleri haqida so'zlab bergin dedi. Yani kıyametning qoyim bo'lishidan ilgirki alametler didekning özünün xo'jayinini tug'ishi, yana bir lavzda u ayol qul bo'lib özünün er xo'jayini yoki ayol xo'jayinini tug'di. Olimlar buning ma'nosi haqida ixtilof qilishgan bo'lib, bularning ichidagi eng muvofiq qarash shuki, qul dideklar bek ko'payib ketgan ahvolda agar didek o'g'il tug'sa, ondan qulluq sababidan tuqqan balasidan ayrılsa, andın oğlu o didekning öz anisi ekanligini bilmagan ahvolda uni setib olsa, u o'g'il ashu didek, yani öz anisining xo'jayini bo'lib qoladi. Yalan oyoq, yalang'och, kambag'al, oyoq kiyim kiymigan, piqir, podichilarning
çoğun binalarını seliş bilen faxrlanışıdır. Maksat, sen çöldekilerinin şehirlerine kirip, o yerde binalarını sağanlıkını, şundakla bu binalarını egiz kılışta besleşkenlikini görsen. Bu kıyametinin alametlerindendir. Delillerde zikir kılınğındek, kıyametinin kayın buluştan ilgiriki alametleri köptür. Şunundan keyin o kişi ketip kaldı. Biz turup kaptık. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ey Ömer, sual sorğuçunun kim ekenligini bilemsen, dep soradı. Men, Allah ve Allah'ın Resulü bilgicidir, dedim. Peygamber aleyhissalatu vesselam, o Cibril boludu, silege dininlarını ügetkilik egen, dedi. Bu katta hadis, dini itikad ve emellerinin asasları. Dinni berpa qilish ve onun mertebelerinin bayanı. Kıyametinin alametleri qatarlıq nurgun paydalıq ilimlerini öz içine algan. Elhamdülillah. Yukarıda İmam Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah'ın İslam'daki 3 asasqa hürmetke sazavar alimlardan Şeyh Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak rahimahullah'ın vergen şerhisinden 2. asasının ahırını anladınlar. 3. asasını kiler qitimliq oquşumuzda davamlaştırırız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.